Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Qadimimizda bundan 4 yil avval ko'rilgan o'sha DKMP dilatatsion kardiyopatiya qo'ygan bemorimiz mana pursat bo'lib ketdilar. Natija endi Allohning qudrati, Allohning irodasi вообще zo'r. Ancha fraksiyalar ko'tarilgan, yurak razmerlari ancha bo'lmay ketib qolgan. Mana ko'rsatmoqchi bo'lgan narsamiz aorta regurgitatsiya, ya'ni aortani bitta klapan yetishmovchiligi. Mana qon o'tib qaytib ketyapti. Chiroyli bir kadr bo'ldi. Bu mitralniy klapandagi yetishmovchilik, mana orqaga qo'yib yuborgan regurgitatsiya. Interkuspidalniydagi mana chiroyli bo'lgan bir regurgitatsiya, ya'ni klapan yetishmovchiligi. Bular endi gemodinamik ahamiyatga ega bo'lmagan. Mitral bilan interkuspidaldagi, aortaldagi endi rol o'ynaydi, normada bo'lmasligi kerak. Shunaqa. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, videoga like bosib qo'ying.